بسم الله الرحمن الرحيم. النوبة نوبة. قال صالح: هذه ناقة الله وهذه آية الله سألتم فخلقها لكم بقدرته. Solih: bu Allohning tuyasi, bu Allohning oyati mo'jizasi. So'radinglar, bas Alloh taolo uni o'z qudrati bilan sizlarga yaratib berdi, dedi. Fahtarimu hadihi naqata ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Bu tuyani hurmat qilingiz. ولا تمسوها بسوء, uni yomonlik bilan ushlamangiz, ya'ni unga zarar yetkazmangiz. Va aks holda فيأخذكم عذاب قريب, aks holda yaqin azob sizlarni ushlaydi. وإن هذه الناقة تأكل في أرض الله وتشرب وتأتي وتذهب وليس عليكم علفها وماؤها فالعلف كثير والماء كثير. Va bu tuya Allohning yerida yeydi va ichadi va keladi ketadi. Va uni yemi va uni suvi sizlarning zimmanglarda emasdir. Yem ko'pdir, suv ham ko'pdir. Ya'ni o'zini bilib yuradi demoqchi. Va kanat hadihi naqatu kabiratan jiddan va gharibatan fil khalqi. Fakanat mashiyatuhum takhafuha va tanfiru minha. Va bu tuya juda katta va xilqatda juda ajoyib edi. Ya'ni tuzilishda, qomatda juda ajoyib edi. Va chorva hayvonlar undan qo'rqar edi va undan qochib ketar edi. Tanfir minha, undan qo'rqar edi. Takhafu ham, tanfiru ham ikkalasi qo'rqish ma'nosi bor ikkalasida ham. Va kanat kullama ja'at tashrabu nafarat al-mashiyatu wa farrat. Va har gal ichish uchun kelganda, ja'at tashrabu, ichishga kelganda chorva hayvonlar qo'rqardi va qochib ketardi. Ra'a Solihu zalika faqala lin-naqati yawmun wa limashiyatikum yawmun. Solih bu narsani ko'rdi va aytdiki, tuyaga bir kun va sizlarning chorva hayvonlarga ham bir kun. Fa yawman tashrabu hadhihi an-naqatu wa yawman tashrabu mashiyatukum. Bir kuni bu tuya ichadi va bir kuni esa sizlarning hayvonlar, chorva hayvonlar ichadi. Va kezalika ekan, mana shunday bo'ldi. Fa idza kanat navbatu naqati zahabat fasharibat. Agar tuyani navbati bo'lsa, borar edi va ichar edi. Va idza kanat navbatu mashiyatil qawmi zahabat fasharibat. Va agar qavmni, chorva hayvonlarini navbati bo'lsa, borardi va ichib kelardi.